Soğuk bilezik. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grupsi tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik degan eserini anlatışını başlaymiz. Soğuk bilezik. On 5. kısım. Yerde yetiş jarayonida belimizga tengib qo'ygan cho'kilar azroq bo'shabdi. Mang'digan vaqt bo'lganda ular bizni turg'izib o'rindiqda o'tira oladigan holga keldi. Keyin biz Urumchiga boradigan cho'ng aeroplanga chiqdik. Biz chiqqan aeroplanda yo'lovchilar yo'q edi. Biz bilan birga 14 saqchi bo'lib, har birimizga 4 tin saqchi va 2 boshliq saqchi bor edi. Ularning beqinlarida qo'l tapanchasi ko'rinib turardi. Ikki yonimizda 2 saqchi, oldi keynimizda birdan saqchi bor edi. Bizning holimiz bekli bo'sh edi. Bekli ojizlab ketgan edik. Texi menda Tianchong turmisidagi tunji so'roqning tayoq izlari saqaymagan edi. Subhanalloh. Birinchi kuni bizni so'roq qilganda faqat meni so'roq qildi. Boshqa ikki qarindishimni so'roq qilmabdi. Nimishqa desangiz, ularning xitoycha bilmaganligi sabab bo'pti. Bu ularning ta'liyi edi. Biz aeroplanga chiqqandan keyin boshqa yo'lovchi xitoylar chiqdi. Biz aeroplanning eng oxirida o'tirgan edik. Belkim 6 soat uçtuqmu bilmayman Urumchiga keldik. Men Urumchi osmoniga kelibla Urumchini his qilgan edim. Urumchi bir xil tatliq puraytdi. Ajoyib rohat bilinyotdi. Ana yurt bekmi yaxshi ekan. Urumchini bekmi seg'ingan edim. Oxir aeroplan to'xtadi. Boshqa yo'lovchilar tushib bo'lguncha biz saqladik. Ularım tushib bo'ldi. Yana bir dam turdik. Ondan oldida Obul Qosimni, keyindan yana bir qarindishimni, eng keyinida meni ilib chiqdi. Men aeroplandan beshimni shundoq chiqarishimga butkul maydon saqchi mashinasi va muxbir saqchilar bilan to'lgan ekan. Osmondan to'kilib qor yog'yotdi. Vatanning shamoli qalbimni larzaga silyotdi. Men aeroplandan chiqqanimda oldimda tushgan ikki qarindishimni mashinaga chiqarib bo'pti ekan. Biri menga qarab, "Avgo'yni bu mashinaga chiqaringlar" deb to'ladi. Bu ovoz menga bekmi tonish edi. Men uni ko'rib ko'zlarimga ishonmay qoldim va uningga tekrar qaradim. U ko'zlarini mendan ilib qochatdi. Keyin boshqa saqchilar meni 9 kishilik saqchi mashinasiga chiqaribla ko'zlarimni etdi. Biz xeyli uzun mengab bir yerga kelib to'xtadik. Bu turmaning ichi ekan. Shu yerda bizning bedanimizga tangan cho'klarni ilib etdi. Ismimiz yozilgan taxtini tutqizib, bizni rasmga tortdi. Keyin bir necha Uyg'ur bolalar bizni qattiq urib satgaplar bilan tilladi. Ondan meni bir uyga ilib kirdi. U uy qorong'u va qon yo'qi bilan to'lgan ekan. Meni turg'izibla, "Nega bording?" deb so'roq qilishga boshladi. Men javob berishdan burunla meni urib ketdi. 4 saqchi edi. Chidimasquylar. Sirit bo'lgan bo'lsa edi kashki. Tayoq yeverib yerga yiqildim. "Voyjonmi demaysan-ku, gachimi bu?" deyishyotdi bu hayvonlar. Shu orliqda boshlarim va qopoqlarim yerilib ketgan edi. Endi boshqa 2 saqchi kirdi. Ular, "Qara bu qog'ozga. Faqat bu savollarga javob ber. Boshqa savol yo'q. Bu tugislar chiqib uxlaysan. Bu sana qilinadigan savol-so'roqlar. Bekla oz" dedi. Bana so'roq qog'ozini ko'rsatdi. Haqiqatan oz edi. "Nega bording? Qachon bording? Qancha odam bording?" degandek. Men hammasiga javob berdim. Endi tugab turishiga, "Heliqi men to'naydigan adash, kulib qo'lida tozli qog'oz ilib kirib, xafa bo'lma adash" deb boshlarimdagi qonni surtdi va "Tutilmasang yaxshi edi. Tutilibsan. Bo'lsa menga moslash. Men qo'limdan kelishicha yordam qilaman" dedi va "To'ying'imi chaqirmabsan? Yuzsiz go'y. Biz nima qildik sana?" deb birdam qaqshidi. Asli bu mening necha yillik do'stim edi. Hatto to'yida men qo'ldosh bo'lgan edim. Hozir u bu guruhga boshliq bo'lib ketibdi. U azroq shirin gaplarini deb bo'lib, "Buni yotoqqa kirib o'tinglar" deb chiqib ketdi. Boshqa saqchilar meni yo'lab, teshida bir munchini oldiga olib kiyimlarimni soldirdi. Ondan keyni tarafdan nihoyat besimliq suvni chashgan edi. Mashina so'qib o'tgandek oldimga yiqilib tushdim. Hatto shamolda laylayotgandek laylaydim. Bu suv nihoyat besimliq bo'lib, laytan bo'lsa o'rivtarmikin. Bu suv bilan qattiq tayoq yegandan keyin hamma kiyimlarimni ilib olib, turmaning maxsus jinoyatchilar kiydigan kiyimini berdi.
Andın bizdek yankeldaxunlarga maxsus saldigan putlarimizga nahayat qo'pol, soğuq bilezikni taqab qo'yib, uzunligi 2 g'irish keldigan cho'ng va tom to'mirlar bilan yasalgan zanjirda ikki putimizning orliqini ulab qo'ydi. Ya Allah, bu zanjirlarni lo'siliq mix bilan chatqanlik uchun mixning uchi 4-5 sm teshig'i chiqib turadigan bo'lib, bu putdagi lo'simiq yana bir putning g'ushiga tegadigan bo'lsa, vaydat 10 mush yegandinmi bek og'riydi. Meni ular zanjirlab olgandan keyin uzun ketgan koridorda mangdirib, xeyli yiroqqa ilib menishdi. Bu zanjirda mengish ilgari menga Yangisar turmida salgan zanjirdan nechasi qiyin edi. Har bir ishik bosog'isiga kelganda beshimni tuz tutib, Bogo Benjang deydim. Bosog'idan o'tib bo'lib, yana Bogo Benjang deydim. Qachonmi boraman shu kamerga deb ketdim. Oxiri Urumchi shaharlik Gazvan rayonidagi 1-turma qamoqxona bo'limi xatarlik jinoyatchilar rayoniga kelibdimiz. U yerda meni bir kamerga solidi. Bu kamerda odamning tizig'i kelgidek suv bor ekan. Men ichiga kirganda birli Xitoy bor ekan. Men kecha o'ri turdim. Kamer ichi bekmi surlik edi. Heliq Xitoyning deyishicha, bu kamerda faqat bir vaqt tamoq berdi ekan. Balki men bu kamerda 3 oy turishim mumkin ekan. Agar biz 3 odam bo'lsak, ondan bir-birimizga yordamlashib uxlay olaydi ekanmiz. Va har kuni tushdan keyin 1 soat yotoqda suv azlab dam elish vaqti bor ekan. Shu vaqtda uxlay olaysan dedi. Men bu suluq kamerda suvmi yoki yundimi bilmayman, bekli mehnat edi. Kamerda birli qachida tamoq yeb, ham cho'ng tarat qilib, o'yet kechi turdim. Men kechini Allohga yig'lab o'tkazatdim. Bu yerda duo qilsam hech kimning kari yo'q edi. Balkim sizning shu yerda qilgan duoyimning ijobat bo'lganini bilgingiz kelgandi. Alloh bilan qasamki, tilaklarim ta'xirsiz ijobat bo'lgan edi. Ertasi etigan soat 9lar bilan meni sirtga ilib chiqdi. Bu yotoqda turib, bir kechada chiroyim ko'kirib ketibdi. Bedenlerim ichkirda yegan tayoq va oqshom yegan tayoqning dardida qora dog'lar bo'lib ketibdi. Men yolg'iz apardimmi yoki uchimizni billa apardimmi bilmayman. 2 Uyg'ur qiz balani va 3 Uyg'ur balani Bejon yo'ldagi cho'ng doktorxonaga apardi. Bütün bedenlerimni tekshirdi. Bu 3 Uyg'ur balaning biri mening qiynatamlar bilan bir qoroda o'ltiradigan bal edi. Meni tonibapti. O har holda yaxshi muomala qildi. Meni doktorxonaga yuzimni yo'gab apargan edi. Bu yerda bütün bedenimni tekshirdi. Keyin biz turmaga qaytib keldik. Kelgandan keyin so'roq uyga kirib so'roq qilishga boshladi. Men balkim 17 kun so'roq qilindim. Bu jarayonda yegan tayoqlarimni va azoblarni deyishni xolamayman. So'roq bekmi axloqsiz edi. So'roqning eng oxirgi kuni mening og'inam kiribdi. Qara, qo'limdan kelganini qildim, ammo amal bo'lmadi. Bugun so'roq tugidi. Seni yaxshi kamerga yutkab qo'yaman. Agar men taftishliklarni ma'qul keltira olsam, sotga chiqmaysan. Bu yerdan chiqib keta olaysan. Bo'lmasa, sana sotdan hukm kesidi. Saqlab tur degach, qo'lidik Samsin tangladi. Men Samsini ko'rmaganimni uzun bo'lgan edi. Men uningga menga yordam qilib, ayolimni xabar qilib qo'ygan. Qanchalik pul kesdimi mayli, menga degan beray. Bizni bu yerdan ilib chiqib ketgan. Yana biri heliqi Yangisarda tutilib qolganda yordam qilgan og'inamning dadisi taftish mahkamasida ishlaydi. Shuni izla dedim. U bo'ladi deb chiqib ketdi. Shundan keyin men so'roq uyga chiqmadim. Boshqa rayondagi normal yotoqqa yutkab qo'yishdi. Men yutkalgan yotoqda 4 Xitoy bir tungan bor ekan. Hammasi o'g'ir ekan. Bekmi eski edi bu kafirlar. Men har kuni chaqchuq surtatdim. O birini uzun o'ltirsam bo'lmaydi. Kunda etigandan tushkicha yotqanni necha qitim chuvib, necha qitim yotqan qatlaydim. Bu kafirlarning pulisi bor edi. Tamoq buyurtib yeydi. Gazir ilib oldimda chaqatdi. Menga birnimi bermaydi. Ular gazir chiqib bo'lsa men tozlaydim. Shundoq o'ylab ketdim. 10 tal gazir bergan bo'lsa, chiqib baqsam deb. Mening nafsim bordi, ammo bu kafirlar menga hech nima bermaydi. Tushdan keyin asosan qildigan ishim yo'q edi. Inglizcha o'rgandim va yotoqda ko'nirab ketgan Yahudilarning siri degan bekli cho'ng kitob bor edi. Shu kitobni o'qiydim. Bu bekmi yaxshi kitob edi. Haqiqiy siyosatchi bo'laman degan kishi mencha mush kitobni o'qib baqsa bo'ladi. Taftishdan odam kelguncha heliqi do'stim 2 qitim meni yo'qlab keldi. U ayolimga uchur qilib qo'yganligini va 30 ming Xitoy puli to'laydiganimni, agar ishlar hal bo'lsa, yaqinda chiqib ketadiganimni dedi. Men bilan tutilgan 2 qarindishimmo, agar men qo'yib berilsam, ularningmi qo'yib berildiganligini dedi. Va bir qur ichki kiyim olgach ketdi. Chunki shu vaqtda Urumchibek sovuq edi. Men endi sizga yotoq ishini tasvirlab beray. U yotoq 4 metrda 3 metr keladigan cho'nglikda bo'lib, kecha bilan kunduzni farq qilg'ili bo'lmaydi. Yotoqqa kirganda 1 metr kenglikda kichik koridor bor ekan. Kunduzi biz u yerda o'ltirmiz. Men bu yerni kunda necha qitim surtatdim. Udul tarafda o'choq shakldagi o'birni bor. Yuyunsimi shu yerda yuyinadi. Albatta turbidan kelgan sovuq suv bilan avratni to'siydigan biror pardimi yo'q.
Yataqning bir tarafi bo'lsa, to'mir bilan bekmi mustahkam yasalgan supa. Kunduz yotgan ko'rplar ratlik tiziqliq turishi kerak. Yarim santim maymoq yoki purlash bo'lib qolsa, 10 tal go'sht girdi jazosi bor. Tomoq etiganda oq guruch sho'rpisi nihoyat lavza. Uningdan suv yaxshi. Tushda oq mo'ma, kechda ham mo'mi berdi. Azroq qaynoq suvmi berdi. Albatta qaynoq suv menga tegmaydi. Boshqa kafirlar ichib bo'lib oshqanda putini yuydi. Yataq ichida kamera bor o'xshaydi. Biz ko'rolmaymiz, lekin ular bizni ko'rib turdi ekan. Tomoqning ustida televizor bor, lekin buni televizor demay, qo'rqatqush desakmi bo'ladi. Chunki sahar soat 5 da televizor o'zi ichiladi. Ovozi bekmi chang, uxlayotgan odamni sekirtib o'tadi. Yataqqa har kun etiganda 5 dan ko'p saqchi tekshirgini kirdi. Bir kuni ular kirdi. Arsida bir Uyg'ur saqchi bor ekan. U nima ishing bo'lsa degan deydi. Men bir mo'miga to'ymadim, jiqiroq bersa desam, hamma saqchi kulib ketdi. Ma'qul, bundan keyin o'zing ol. Qanchini yeb bo'lalsang shunchini, lekin oshirib qo'yma dedi. Men shuningdan keyin 3 mo'm ilib yedim. Bizni har haftada bir qatam azroq kun yo'riq tushirgan yerga ilib chiqatdi. Shoshlarimizni qirdirib, ondan yataqqa solab qo'yatdi. Men bu yerda mushundaq kunlarni qancha kun o'tkazdim bilmayman. Bir kuni tushdan keyin heliq og'inam kelibdi. Qo'lida 2 tane aqnam bor edi. U mushu necha kun ichida Goba va taftishning odamlar keldi. Ular kelsa, burun nima degan bo'lsang shuni degan. Boshqa bir ishqi isbot ko'rsatsimi bilmayman degan deb qo'yib ketdi. Shu kuni men televizor ko'rgandek bo'lib olib, shom namozini ko'z ishora bilan o'qiyotdim. Namozni o'qib bo'lmasda eshikni ochdi va meni ilib chiqdi. Putlarimdagi zanjir kishan texi bor edi. Nihoyat jafo bilan so'roq uyga yetib keldim. U uyda meni maxsus urdigan yo'g'on 2 go'y va 5 xitoy turibdi. Do'stim degandek Gobavning va taftishning odamlari ekan. Bular Uyg'urchani mendan yaxshi biladi. Bular ilgari so'ralgan muhim savollarni so'radi. Oxirda yaqinda sotqi chiqsan deb qo'yib ketib qilishdi. Putlarimni so'rab yataqqa aran kirdim. O'shiqlarim qanab ketgan edi. Mana hozirmi zanjirning yara izlari va suvda turgan shu kunlarning iznasi putlarimda turibdi. Odamlar ma'lum vaqt jimib ketdi. Bahor kelgan ekan. Yataqda bekmi to'nglab ketmaydigan bo'lgan edim. Bir kun shom namozdan keyin 3 dona turma saqchisi kirdi. Ismimni chaqirib, hamma narsani ol deydi. Yataqdagi boshqa xitoylar seni cho'ng turmaga yutkaydi ekan deb narsalarimni yig'ishib berdi. Narsalarim: bir tal tish cho'tkisi, bir tal kichik dos va bir tal qacha. Boshqa narsam yo'q. Narsalarni elib eshikdan chiqish uchun Bogo Benjan desam to'xta dedi va yataqdagi xitoyga cho'ng kulishni berib, putidagi zanjirni ilib deydi. U xitoy qo'pollik bilan zanjirni ilib Putum yana qanidi. Heli qisaqchi. Hech qisi yo'q. Ati doktorga berib davolanib ol deb ilib mangdi. Men putumdagi zanjirdan qutulib, xuddi yeniklab uchgandek havoda parvoz qilib meng'atatdim. Har bo'sog'ining oldida bir keynida bir Bogo Benjan deydim. Men shundoq menga tizimlash o'rniga keldim. U yerda do'stim yolg'iz meni saqlab turibdi. U: "Oxir seni ilib chiqadigan bo'ldik. Qara, bu sening qo'yib berish isboting" deydi. Ishonmayli qoldim. Rasma? U: "Ha, qara, o'qig'ina buni" dedi. Qarab ko'rdim, bekli xush bo'ldim. Andim: "Qani hiliqi ikki do'stim" deb so'radim. U: "Sen yana tax o ikkisi bilanmi? Ular yurtida, ularni qo'yib o'tdi" dedi. Biz yataq rayonidan balkim 3 cho'ng darvozadan piyoda chiqib, uning mashinasiga chiqdik. Rostli ishonmay o'tatdim. U mashinada o'ltirib: "Qara, endi men bugundan boshlab sendan ado juda. Ilgari qilgan yaxshiliqing uchun seni bu yerdan ilib chiqdim. Endi hamma ishlar tugadi. Lekin sen hozir uyingga kelsa bo'lmaydi. Chunki birinchidan, heliqi 30 ming qo'y pulni ota-onang eklib bersin. Ikkinchidan, seni Gobavning ayrim tekshiraydi ekan. Lekin sen endi turmada turmaysan. Balkim bir ish hafta mehmonxonada turib tursan. Qo'shilamsan" dedi. Men: "Ma'qul, turmada turgandan yaxshi, bo'pti, turib turay" dedim. Biz teshiga qarab mangdik. Bu turma bekli cho'ng ekan. Biz mashina bilan balkim 10 minut mangdik. Necha darvozadan o'tib, oxiri nihoyat hayvatlik darvozadan chiqib, Urumchi shaharlik saqchi idorasiga qarab mangdik. Bu qaytimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rish kichik sizlarni Janobi Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nahya bihi fi 'izzatin tasmu bihi